Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Bo'riyev Salohiddin Isakovich. 22-X talabasiman. Menga C2 modeli haqida mavzu tushgan. C2 modeli bu sotuvchilar va xaridorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish maqsadida o'ylab topilgan model. Bu modelda asosan onlayn platformalar, ya'ni OLX, Avtoelon kabi onlayn platformalar amalga oshiradi. Buning uchun bizga Avtoelon sayti to'g'ri keladi. Ya'ni bizga Avtoelon saytiga kiramiz, avtoelon.uz va u saytga kirganimizdan keyin yuqori o'ng qismda mening e'lonlarim degan bo'lim turadi. U bo'limdan birinchi telefon raqami chiqadi. Telefon raqamimizni kirgizamiz va kirgizganimizdan so'ng bizga SMS xabarnoma keladi. Va o'sha SMSni biz kirgizganimizdan so'ng avtomatik o'zimizning profilimizga kiradi. Bunda bizning mening e'lonlarim, ya'ni faol va faol emas e'lonlar. Bu e'lonlarda faol emas e'lonlarda bu oldingi sotgan avtomobillaringizni sotib bo'lganingizdan keyin faol emas holatga o'tkazasiz. Bunda faol emas turadi va faollarda endi sotmoqchi bo'lgan e'lonlaringiz joylashadi. Buning uchun sotish tugmasini bosamiz va avtomobil turini tanlaymiz. Ya'ni avtomobillar, masalan uchun yengil avtomobillar yoki mototexnika, suv transport. Bizga yengil avtomobillar kerak bo'ladi. Biz yengil avtomobilning modeli haqida yozishimiz kerak. Ya'ni Chevrolet va Chevrolet tanlaganimizdan keyin Chevrolet avtomobillarining rusumi. Ya'ni bizga Labo avtomobilni sotishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu pikap rusumiga kiradi. Ishlab chiqarilgan yili 2018. Narxi 16.000 deb yozamiz. Yo 16.000 deb yozamiz. Misol uchun so'mda va dollarda. Biz dollarda yozdik. Mana bu yerda yil va narxda yulduzcha turgani bu kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlar. Yulduzchasi yo'qlari uncha muhim bo'lmagan ma'lumotlar. Ya'ni ularni kirgizmasangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Va pastki qismlarda to'ldirsangiz bo'ladi va ixtiyoringiz, xohlasangiz to'ldirmasangiz bo'ladi. Ya'ni telefon orqali, mijoz bilan o'zaro aloqa orqali gaplashib olsangiz bo'ladi. Bunda biz hozir to'ldirmaymiz va qo'shimcha ma'lumot. Ya'ni biz qo'shimcha ma'lumot kirgizganimizda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ya'ni 2018-yil Labo rangi oq deymiz. Narxini tushirib beramiz. Ya'ni bu narxini tushirib beramiz deganimiz e'tiborni jalb qilish maqsadida va ya'ni tezroq sotishimiz uchun. Yana qo'shimcha simvollar qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni pul zarurligi uchun desangiz tezroq sotiladi mahsulotingiz. Va o'sha mahsulotingizni, ya'ni Laboni rasmini joylashtirasiz bu qismda. O'sha rasmni, Labo rasmini o'zingiz tushirib tayyorlab qo'ygan Laboni joylashtirasiz. Xohlasangiz 10 ta, 5 ta joylashtirsangiz bo'ladi, lekin 10 megabaytdan ortiq bo'lmagan rasm bo'lishi kerak. Biz bitta rasm joylashtirdik. Va mana bu yerda yulduzchalik bor. O'sha yulduzchalik qaysi shaharda sotasiz? Ya'ni qaysi viloyatda? Mana birinchi Qashqadaryo viloyati, ikkinchisi mana Chiroqchi tumanini belgilaysiz va telefon raqami o'z avtomatik belgilangan bo'ladi. Va e'lon berishni bosganingizdan so'ng sizga ekranimizda tariflar chiqib keladi. Ya'ni VIP tarifi bu 14.000 so'm. Ya'ni 14.000 so'm oyiga, ya'ni 28 kun VIP statusida turadi. 56 marta birinchi o'ringa ko'tariladi va avtoelon.uz tavsiya qiladi. Ya'ni e'loningiz har qadamda chiqib turadi. Ya'ni ko'proq odamga ko'rsatadi. Zo'r bir haftalik va a'lo bir kunlik
va bepul versiyalari bor. Bunda hech qanaqa ortiqcha reklamalarsiz o'zingizni tartib, masalan e'lon bersangiz navbat qo'yadigan e'lon pasayib boradi. Biz bepul e'lon qo'yamiz. Qo'ydik va e'lon tekshirish uchun jo'natildi. Bu degani e'loningiz moderatsiyadan, ya'ni mana shu o'sha avtoe'lon.uz moderatorlari tomonidan tasdiqlanishini kutishingiz kerak. Kutganingizdan keyin ular tasdiqlagandan keyin sizning e'lonlaringiz, ya'ni mana bu yerga o'tasiz, mening e'lonlarim degan bo'limga kirganingizdan so'ng o'sha yerda faolda mana sizning e'loningiz chiqib keladi. Mana bizning faol e'lonimiz. Mana e'tiboringiz uchun rahmat. Biz avtoe'lon.uz platformasi orqali avtomobilni sotishni o'rgandik.